Assalomu alaykum, To'lqin aka. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Bayramlar Rahmat. Allohga shukr o'zingizga. Xizmat aka. Bugun juma kuni ulgurmaganlar yaxshi Xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. To'lqin akani va bizning obunachilar uchun Yangi yilga ulgurmaganlar endi 1-2-3 5 kun daman aka. Davlat ishlaydiganlar zerikkan bo'lsangiz, uydan kelin boshlardan qilib ketaveradi. 5 kunligiga 5 kunligiga 5 narx qo'yib Yigitlar salomlashib olsangiz. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. O'zay yaqindagi o'pozimiz aka-ukalar. Bugungi kunga Xudo xolasa 2-yanvar kuni kechasi bo'lyapti yana baribir. Xudo xolasa 2-yanvarga juda chiroyli bonuslarni ham dadadadanni ham radadadanlardan qilib beramiz. Ali oliy to'lovlarni ham bekarga bosh to'lovi ham Xudo xolasa juda chiroyli holatda chiqarib beramiz. Davlatda ishlaydigan 3-4 so'm yig'ib qo'ygan inson ishdan bo'shab turadi. Mana 3-4 kundan boshlar yo'qqa bo'lsa arzonroq chiqarib beradi. Taqinroq gapiring. Shunaqa eshitiladi. Eshitilmayapti. Hamma narxini arzonroq qilib qo'yib berasiz. Ana endi shu gaplarni Chiroyli qilib qo'yib beradi. arzonroq qilib beringlar, arzonroq qilib bering deyapti. Mashinatini eshitilmayapti deyapman. To'g'ri gapiryapman. Arzonroq qilib bering. Qancha qilib berasiz bugun bosh to'lov? Hech qaysi eshitilmasa ham asha gapingiz eshitilsin. Eshitilsin. Eng arzon joylari. Arzonroq qilib bering degan. To'ppa to'g'ri. $700, $750 jentralarimiz bor. Xudo xolasa kraskasi yo'q, toza. Yuna birga sotilib ketdi. Pasport, ha. Sotilib tugab ketib qoladi. Barakaladi o'zini kanaliga qo'yyapti. Mana 200-250 ta mashina bor edi, hozir mana qolgan bo'lsa 50 ta mashina qoldi. Hammasini sotib bo'ldi. Ko'rsatib qo'ying mashinalarni. Xadolar ham shu yerda bo'lyapti aka, manzil bo'yicha. Manzil bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, akalar Andijon baxt nasos deb yoziladigan bo'lsa, bemalol undan tashqari Yevropa O'zbekiston, yangi O'zbekiston, Yevropa milliy taomlar deb yozilgan haligidaqa nima deydi, lakasiga yoziladigan bo'lsa ham chiqaradi. Undan tashqari 5 ta 6 ta nomer qo'yapmiz. Shu nomerlarga lakasi deb tashlab beradigan bo'lsangiz, sirazi anaqalarni ham aytib ketamizmi? Adminning nimalarni? Instagramlarga akalar To'lqinboy avto deb ochildi. Instagramlarga ham bittadan o'tib podpiska layklar, undan tashqari Instagramga tez yangi narsalar qo'yib turibmiz. Kichkinalar uchun tez qo'yib turibmiz. Instagramga ham bittadan o'tib like podpiskalar bosib qo'yinglar. TikTok, Instagram, YouTube kanallarimizga undan tashqari nomini menimizmi kanalimizga? Arzonda hamma 3-4 ta kanalga qo'yiladi. 4 ta kanalga bu yerdan ham qo'yilyapti ekan. Farg'ona viloyatidagi kanallarimizga ham akalar katta kanallarga ham ashlarga ham eng arzoni bizda avtoobzor shu kanallarimizga ham bittadan o'tib like bosib podpiskalar bosib qo'yamiz akalar. Qani bismillah deb qasdimon bo'layotganmi? Telegram xizmatlarimiz bor. 3D xizmatlari bor. Jiguli yozyapti. Tingoyim bor. Bemalol muammosi yo'q. O'zimizga o'xshagan kambag'al keladi, bilasizmi? Molni yetalab kelamiz, qo'yni yetalab bormi deyapti. Muammosi yo'q. Jiguli 06, 07 qanaqadir Devodi qanaqa mashinasi bo'ladigan bo'lsa, Farhodga farqi yo'q. Suv chiqqan joydan qazaveradi. Qalay tushuning sochaka. Yoping kapotni deydi ashaqacha. Ha. Biz zo'r video qilib berdingiz. Narxlar ancha pasayibdi. Ertaga boramiz deysiz. Bugun ham chiroyli qilib qaranglar, men Captivadan boshlab beraman bo'lmasa 2010-yil ishlab chiqarilgan toza deb $8,800 kam yo'q degan mashinam ertaga kunga bo'ladigan. Mana boshlab bering. $8,500. $8,000 mana generalisini ichida qilib beraman. Toza kraskasi yo'q. Mana bonus. 8,000 endi generalisini ichida qilib beraman. İşlerini ham ko'ramiz. Ishlari tiniq holatda. $8,000 general. Mashina desangiz endi bank qiladigan bo'lsa, bank transporti ham ichida. Yana gapirsangiz 8,000 ichidami? He. Bo'ldi. 8,000 ichida, dokumenti ichida. Generalisi ham bank transporti ham ichida. Mashina olma asal ekan aka. Toza mashina. Toza. Benzin boshida petno bor deb adashmasam. To'ppa to'g'ri, petno. Paroglari bor ekan, 4 ta yumshoq balon, sakadiskada mashinamiz, parogni qo'yilgan. Luklari bor. Eng qizig'i do'stlar, bu avtomat korobka. Mexanikami deb o'ylamanglar, avtomat korobka ekan mashinamiz. Paroglari ham bor ekan. Paroglar qo'yilgan, sakadiska 4 yumshoq balonlari. 959 zadi kamerasigacha, luklarigacha bor mana. $8,000 dokumenti ichida. Original o'ziniki ekan. Eskidan aldagan emasmiz. Hech kim to'g'rimi? Dokumentlari hamma yo'q go'zal chiqyaptimi? Hech kim shunchadan beri 5-6 yildan beri hech kim hamma davoling ketyaptimi? Ashnaqa bo'laylik, maza qilaylik. To'g'ri ishlaylik, 50 so'm, 100 so'm, xolos. Ko'p emas, 50 so'm, 100 so'm. Tezda. Bo'ldi. Gentra.
2021-yil ishlab chiqarilgan muqaddam 20 kuzov 21 ekanda shunajon Ha, buni. to'g'ri. 21 ekan, kimga qiziq bo'ladigan Yuklarigacha bunisini bor. bunisini 12,5 ming dollarga qo'yuvdi, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 12 ming dollar emas, 11.500 dollarga qilib beraman shu mashinani. 11.500 dollar. 11.300 dollarga qilib bering. 11.200 ga qilib beraman, unutamisiz? Gapiring hozir. 11.200. Ha. 11.000 ga qo'yib beravering. Hisob 11 mingga qilib beraman. Endi buni qoladigan bo'lsa 2 ming dollarga bank qiladigan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa 2 ming dollar beradigan bo'lsa 3 million 700 ming so'mdan oylik to'lov tanlab olishardi, ko'rib olishardi. 3 million 700 Oylik to'lov qiziq qo'yasizlar, 3 million. emas, 3 million 700 ming. Bitta ko'rsating mashinani ichlarini. To'rt yumshoq bola 3-paytsa luklari bor do'stlar, luki bor. Salon holati do'stlar, Malibu bar, Tixol polik, monitorlar, ruligacha Malibu qo'ygan, start stop ekan, tonirovka tortilgan. Yuklari bor ekan. Hoy. Mashina tayyor 700 ekan. ming so'mdan oylik to'lov. To'g'ri 5 million emas, 3 million Buni 700. sotildi, hozir baraka o'zi Bu soati 95. 850. 2021-yil ishlab chiqarilgan nimasi bor edi, qani? Odil. Mana Nimasi bor buni? buni petnosini kim bor deyiladi? Ha, bo'ldi. Bitta petno, Petno bor deyiladi, bunisini Hop. puliga bo'ladigan bo'lsa, bu yo'q sotildimi? Aka, kengisini olaveramiz. Keyin ungacha nima? 078. Bunisi 2018-yil ishlab chiqarilgan, bunisini bo'ladigan bo'lsa shu 9600 dollarga qo'yib beraman. 9600 dollar, ha? 9600 078 davlat raqamlarida telefon qilavering. 700 ga qo'ydik, 19-yil ishlab chiqarilgan. Ikkalasini ham 9300 dollardan qilib berar ya, avtomatini ham, mexanikasi. 9300. Ha, Qaysi biri avtomat? Qaysi bir hafta? Mana bunisi. Bunisi avtomat, ha? Puli bir xil. Yili nechi? 18, 19 kraskasi yo'q. Ha, yilini 1 yil hisobiga avtomat qilib beryapti. Ha. Bo'ldi. 9300 dollardan. Tanlab olaveramiz, Tanlab ikkalasini ham. 220. 10 oylik tonirovka ruxsatnomalari ham bor bunisini hozir. 10 oylik ruxsatnomalaringiz to'rt yumshoq bor. 9300 ga 19 toza. 19 9300 ga. Kecha safar ham 9700 dollardan kam yo'q bo'lgan. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 2018-yil ishlab chiqarilgan tayyor krediti bor, 3200 ga qo'ydik. Endi 3000 dollarga dokumentini ichida qilib beramiz, 3000 ga. Hamma yo'g'ini tozalab berdik. Ha. Grafikka tushirib 3 oylik anaqasini ham to'lab qo'ydik. 2 yil 10 oy endi tayyor krediti bor, 3 million 200 ming. Hali cho'rniyim bor. Ha. Bank ololmayapman. Bor, tayyor banki To'ppa-to'g'ri. deganlarga tushaveradi. Shunaqa aka-ukalarga. Bo'ldi. 284 davlat raqam, 3000 dollar Toyota krediti bor. Bunisi Bu bo'ladigan Gentrami bo'lsa- Maxil Desin mashina? Maxil mashinasidan bunisi 2009-yil ishlab chiqarilgan avtomat koробka, juda go'zal mashinamiz. Bunisining narxini 5500 dollarga generalisi ham bank transportini ham ichida qilib beramiz. 5500 ga. Avtomat Juda koробka. ko'pchilik Lacetti so'radi, lekin asli Lacetti Gentra qilingan-a bu. To'rt yumshoq Bu bor. Captiva'mizni 8000 dollarga qo'ydik, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa endi 7000 dollarga generalisini ichida qilib beramiz. 7000 ga generalni ichida. 135 8. 2008 135 davlat raqami. Yangi parug'larigacha bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 14-yil ishlab chiqarilgan lyuks konsener mashinamiz. Mana konsenerlargacha bor, mashina go'zal holatda. Gazlari bor. Bunisini 5,5 ming dollardan 4800 dollarga tushirdi, endi 4,5 ming dollarga. 4500 dollar, dokumenti Generalisi ham bank sirasi Yilini ham. nechi dedingiz aka? 14. 14. 4514. Kraskasi top toza 316 davlat raqam degan telefon. Buni qo'ygan 2200 aytib dollarga oluvdik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa endi 2000 2000. dollarga, ha, endi 2000 dollarga generalisini ichida qilib beramiz. Yili ham 2, Ha, 2000. ham 2. 2002 2000 dollar 861. Doğru. 309. Ha, bu mashinamizni 3,5 ming dollarga qo'ydik, endi 3000 dollarga qo'yib beramiz. Tayyor 2000 dollar krediti bor. 2 oylik, 3 oyligi to'langan, 1000 dollar bersa, 1000 dollarga olib qoldik. O'zi egasi ham ko'rib turgandi. Yozib qo'ysa ham bo'laveradi kommentariyaga. 1000 dollarga oldik, 1000 dollarga sotib yuboramiz. 1000 dollar berib yuboradi. Berib yuboradi. 309 davlat raqami degan. 3 oyligi to'langan tayyor. Kimga qiziq 3 oylik bo'ladigan to'lab ham qo'y. bu. Qaysi oydan to'lab ketadi? Keyingi oy. Keyingi oydan, bu Bunisi 760. bo'ladigan bo'lsa 2009-yil son stran bilan bunisini 3800 dollardan 3,5 ming dollarga tushganda, hozir 3,5 ming dollarga endi generalisi ham bank transporti ham ichida qilib beramiz. Bu generalni bank transporti ham ichida 760. 273. Shuni 1,5 mingga qo'yib bering. 1800 Aytmasingizdan so'rayapman. 1,5 mingga qo'yib bering. Generalisi ham 1,5 ming emas, 1400 dollarga generalisi ham ichida qilib beraman. Dokumenti ham ichida. Bu degani 1300, gapi Bu degani 273. balon Balonda. 5 million 600 ming so'mga tizga balonning o'zini qo'yibdi. Umuman haligidaqa
nima deydi, motor, ходовойda umuman ishi yo'q mashinalar, ramalari ham juda go'zal. Kraskasini mana bu yetib xunukroq chachib qo'ygan joyi bor, xolos. Gazi propan ham metan. Propani ham bor, metani ham bor, benzini ham bor. To'ppa-to'g'ri gapirdi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 623. 5-yil ishlab chiqarilgan, bunisini 2800 dollardan pasayib, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 1000 dollar olib 1800 dollarga qilib beramiz ashulasi. Aka 1800 dollargacha buni 650 dollar banki bor, uzib olaman desa 1250 bo'lyapti shunda. Aka shunda 1250 dan ham yana 100 dollar o'tib bera oling aka. Uni qo'ladigan bo'lsa 1700 dollarga tushib ketdi. 1700 dollar Aka o'zi mana 1000 standart. dollar berib 650 dollarni uzib olaversin. Uzib ketaversin. Bo'ldi mana aka. 1650 dollarga общий summasi tushdi. 1650 ga tushyapti. Bunisi bo'ladigan bo'lsa laboyimiz 5500 dollarga usulinli qilingan. Haligidaqa samasvali, orqalari ham to'kiladigan yangi motorlari bilan apkatkadan o'zi chiqarib oladi. 5500 dollarga qo'ydi, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 5000 dollarga generalni ham bank transporti ham ichida qilib beradi. Dokumentlari esa 930 oldi. O'rtasiga 100 dollar berasiz. Voy malades. Hisob. Bo'ldi aka. Buni qo'ladigan bo'lsa 4600, 4700 ga tushib ketdi buni narxi. To'g'ri. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 4300 dollarga qo'yayotganimiz 3800 ga qilib beramiz, bo'lishi. Bo'lish 3800 bo'ldi. 124. Damasni bugun juda ko'pchilik so'radi efirda mana 124. Bitta Damas qoldi do'stlar. Matizda ham ko'p so'rashyapti aka. 289. 2012-yil ishlab chiqarilgan, hozir oldim ko'rgan bo'lsanglar 2500 dollarga oldim. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 50 dollar, 100 dollar foyda beradigan bo'lsa 2600. Kelisha olsin ha. Kelisha. To'lqin akani ko'ndirish o'zinglardan 2500 dollarga olib qoldi hozir. 289. 12-yil aka. Hozir bozorda ko'rdim aka, men bozorga chiqib bitta alinib keldim aka. Rahlavod o'rganish. Bozordan bir xil olib. Salom holatlari yaxshi, elektropaket aka. Shuni aka, xuddi shuni 2009-ni 2950 dollarga sotildi. 2009-yil. 2012-yilni shuni 2600 dollarga beramiz. 2006 berasiz? Beramiz. Bo'ldi. Men haq tomonman. Bu Spark bitta qolibdi. 14-yil ishlab chiqarilgan, mana tayyor egasidan oldim, keling, men keling. Hozir siz bilan baraka qildimmi? Shu mashina siznikimi? Yolg'on gap yo'q. Necha pulga oldim? Xalq topdi. Qanchaga berdingiz? 41 ga. 4100. 4100 dollarga berdi. 4100 ga olibdi aka kelib, necha pulga berasiz endi siz? 10 mingga sotsam rozimisiz desam roziman dedi. 10 mingga sotaman desam, libo odam roziman deydigan mana shunaqa bo'lsa, To'g'ri. sotayotgan. Nimaga men 500 dollar foyda qilib olding demasdan. Rozi ekan 10 ming dollar sotsam. Kim qara 4200 dollar pullarni sotdi mana shu mashinani. Yili nechi buni? 2014-yil. 2014 690 2014 4-chi pozitsiya disk yumshoq balonlarda 3-chi pozitsiya ekan do'stlar. Rollarga ham Salom chiqadi. holatlari. Rollari ham Mashallah. Mana akalar. Surat rullar qo'yilgan. Rollarni ham unaqa pulga bermayapti. 2014 4000. Max pul olib ketdi. Aka mashina sifatligini bilamiz. Ha, aka. Cobalt oldim. Pulga oldi Cobalt'ni ham. Cobalt'ni Next pulga oldi. Cobalt'ni Next'ni pulga oldi. Next pulga oldi. 5,5 ming oldi. 5,5 ming oldi. Nechinchi yilni oldingiz? 100 ga berdik. 2014'da aldım. 14. 5,5 mingga oldim. Xo'p. Eshityapsizmi? Maza qiling, xalq maza qiladigan joy ekan. Aka, ustingizdan ariza qilib yubordim bozordanglar. Qilishyapti. Narxlarni o'ta Qilishyapti. arzon qo'yaveryapti. Qilishyapti. Haq tomonmiz aka. Haq tomonmiz. 15 sutkaga olib kirib tursa, shu to'xtab tursa degan gap so'zlar ham bo'lyapti. Aka, biz haq tomonmiz. Biz sotib olaylik, to'xtab tursin dema. Ha, Biz ham sotib olaylik olib deb. kirib tursa, shu savdo qilib olaylik degan gap so'zlar ham bo'lyaptiki, Aka, eshitmayapsizmi? siz haq duo qilyapsiz. Eshitmadingiz Men hozir. ko'ryapman kommentariy. Haq duo qilyapsiz. Rahmat. Haqni duosiz uchun Rahmat. Alloh 409. Bu 2800 dollarga qo'ydik, bunisi 2007-yilda ishlab chiqarilgan, bunisi 2011-yil. 2011 2011, 2600 dollarga, bunisi ham 2600 dollarga berib yuboraman. 2600. Kelasi ham ha bir juft pulida. 2600 ekan do'stlar. Yo'q, 2800 dollar, 2600 dollarga 2011-yilda beryapti. Talabalar kelib, Next 3. Bunisi ham sotildimi? Bunisi 1450 dollarga avtomat korobka 2020-yilda ishlab chiqarilgan, 1450 dollarga. Nomiga nomer, pasport hamma yo'q ichida ishlayapti ekan, oylik to'lov 3,1 million so'mdan. Tan narxini aytib. Общий summasi 8800 ga sotadi. 9300, 8800. 1400 dollarga chiqaveradigan bitta pasportga. 2020-yil. 20 avtomat korobka ekan. Salonni bitta ko'rsataylik. Avtomatmi bu? Avtomat ekan aka. Kixol polik monitorigacha qo'yilgan. 1400 bitta pasportga. Diskalari bilan. Mashina mo'yka olmagan xolos.
Bo'ldi. Balonlarni ham Aka buni 839 ekan. 177 ta. toza kraskasi yo'q 18-yilini sotdim. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 750 dollarga 2022 ga 23. 700 dollarga 750 dollarga 700 dollarga qilib beraverdim. Gap bo'lishi. 700 dollar. Mana shu 700 dollarga qilib beraman. ana chiqadi 20 Nomiga 22 ga 23 kraskasi. Общий summasi 13,5 dollarga qilib beraman. 13,5 ming 700 dollar. Bitta pasportga yumshoq chexol poliglar qilingan ekan do'stlar. Magnitollar qo'yilgan, luki bor. Avtomatik olib qo'yilgan. ruxsatlari bormi? 109 davlat raqam. Balonlarga Amerikankalar qo'yilgan ekan. Paralar, stoplar. 4 yumshoqlar, 8 diskada tandirovkalar tortilgan ekan. Chista 3-paysa haqiqiysi. Aka 700 ga mana biz 700 ko'rib oldik. dollarga kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa dadani ham radadadani akalar kimga qiziq bo'ladigan 300 dollar 700 dollarga nomiga nomer pasport hamma yo'q ichida chiqaradi bunisi bo'ladigan bo'lsa 2025 yilda ishlab chiqarilgan toza kraskasi yo'q 15 ming yurgan midda ashkadaslar Midnight'dan. Pulki pul aka. 700. bunisi bo'ladigan bo'lsa 13800 dollarga edi 13500 dollarga generalisi bank kraskasi ham ichida beradi 25 bu. Midnight diska balonlar bilan jihozlangan yangi mashinaga bakovlar. Aka mashina yurgani bitta aytib bering. 15 ming yurgan 15 ming yurgan ekan. Aytib bering hozir aka yurgani. Qancha yuribdi? 15 mingmi? 15 ming. Rovni 15 ming. har dollardan olib qo'ying har dollar Yuklayın degan ekan a. kechki bozorga xudo xohlasa bozorda yo'q har dollar mashina ekan xudo xohlasa Aka bu 12 da bu. 12-yil ishlab chiqarilgan ekan petnosi bor ekan xolos boshqa joyda kraskasi yo'q bitta joyda mana petnosi bor xolos Motorlarni boshqa joyda yo'q motorlarni shuni- yangi qilib qo'yilgan To'g'ri. 16-17 ga o'xshaydi ekan mashina. Go'zal ekan, kraska ham pitno ekan. Nima bo'lsa ham 12 ekanda pulini arzonroq bering aka shuni. hop bo'ladi uni bo'ladigan bo'lsa bunisini bo'ladiganini endi 6600 dollarga qo'ydi 6600 ga generalni ham bank kraskasi ham ichida Aka hech narsa motorini ham qilib qo'ydi Aka yangi. hech narsasi 62 ga pul bering. hisob Ha? Hech narsasiz. Bo'ldi. hisob kimga qiziq Mashina bo'ladi? lekin Like o'tgan Yo'l go'zal. 79. Hozir ekan. like atgan Pitno bor ekan. xolos. 6200 Lekin 16-17 ga Hech narsasi yo'q-a? Ha. Hech narsasi yo'q. Hech narsasi 62 ga. 62 Bu aka 884. 23 yil bu aka. 30 ming yurgan. Mana hozir aka yurgandan ko'rsatib. Toza kraskasi yo'q-da bu. Salonlarni ham ko'rsatdi. O'g'il tushganda petno qo'ygan. 4-paysa disk yumshoqlar qo'yilgan. Mashina ham juda beg'u bor aka. 30 ming kilometr yurgan ekan avtomatik olimda. Qo'lidan. 23 aka buni 12 mingga qo'yyapmiz. 11800 ga bera olasizmi shuni aka? 11800 ga generalni sen bank transportini ham chiqardi. Aka, 11800 Bu ga. degani nechi pul degani? 11500 11600 tushib ketdi. 11,5 bo'lsa 11,5 ga onasiga 100 so'm chiqarib bering, u yoqda o'zi nomiga chiqaradi. Aka bu 1300 bilan chiqaradi. Endi Ha, 1300. Bankka bo'lsa 1300 ga chiqaradi. 1300 ga chiqadigan bo'ldi. 2600 ga 1300 1350 bilan chiqaradi aka. 2600 2700 degan narsa yo'q 30 ekan. ming 1300 1350 dollarga nomilarga nomer. Oliy to'lovchi. Oliy to'lov 4 million u yoqda yoqda. 4 million 200 ming 300 ming atrofida. 4 million atrofida 884 davlat raqamli telefon qila Mashina olasizlar. beg'u bor ekan. Go'zalligini. Mashina olib qo'yib tugatamiz. Mashina ham 689. Jentramiz. Orqa kapotida petnosi bor, и bitta krilada petnosi bor. Mashinasini ham 7800 dollarga qo'ydi, 7000 dollarga generalisi bank transporti hamma yo'q ichida qilib beryapti. Onaxonga desa, onaxonga ham 100 dollar chiqadi. Petnosi bor ekan. Ikkita joyda, ikkita joyda. Bitta aylantirib ko'rsatib Bitta qo'shib beraylik, uchta bizdan nima? bo'pti. Biz qo'shamiz, u faqat ayrimaymiz. Ayrim odamlar. Salon holatlari yaxshi holatda ekan. Yana mana chexol polik bu narsa qilingan mashina. Oldin ko'rinishi. 689 davlat raqamida telefon qilganda davlat raqamini aytib so'raverasizlar bir qator yana. Kam ko'sa bo'lsa qilib beriladi. Bu aytgan narxdan aytaverasizlar. Ma'lumotni premyer va ma'lumot bir so'raganlar uchun Mana onasi 1,5 mingga chiqar ekan mana onasi. bu ham 3-paysa 3-chi 1,5 mingga chiqyapti ekan, общий summasi 12800 ga to'xtayapti. 12800. O'tib ketgan emas. Aytolmasdan o'tib ketdim. Aka bu sotildi deb o'yladik. Ha, 1500 dollarga nomiga 1500 bilan nomiga pasport, nomiga nomer. Ular hamma yo'q. Qornim ochib ketdi desa, mopiyaga qornim ochib ketdi desa, abez daftari o'zini ham ichida agar chetdan u yerdan 12 ta viloyatdan u yerdan bu yerdan kelayotgan bo'lsa, agar foizlarda keladigan bo'lsa, foizlarda keladigan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol Yo'l kiralari ham chiqib ichidami olamiz. aka?
Bemalol kutib olamiz. Putinni kutganda orkestrlar bilan hop 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 qilib kutib olamiz. Keling, mashmali bularni ham tanishtirib qo'yaylik. 936. Mashmali buyimiz 936 20 ga 20. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, buni 23 mingga qo'yasiz. Endi ertaga kimga bo'ladigan bo'lsa, bitta portlat berish oxirdan boshidan o'rtadan deyilyaptimi? Shuna qo'lyapti portlatish. Primer aka. Ha, primer. 20 ming. Bitta shu bo'ladi, 20 ming bo'ladimi? 20 mingga 20 ming qani? 23 ming balat aytib yuboryapti-da. Qanaqa bor primerlar shunaqada Nariga necha pul qo'ydingiz, krediti bordi? Bu boshqa masala. U lekin buni krediti yo'q, ha? Buni krediti yo'q. Bo'pti, o'zi bilib tushmaninchi bo'pti. 1.5i bor, 2ligi bor. Hop, men so'radim xolos. Xaridorman. Mana shuncha xaridorman. So'ranglar bitam deylar bo'lsa. Mana. Ozmo nima deganimiz 23 mingga qo'yib o'tgan safar desam 20 ming. Hisob qo'lingiz bilan yozing. Yo'q, qo'yib berammaysizmi? Qo'yib beraman. Bo'lmasa mana so'rasin, mana xaridor shuncha turibdi. so'rasin. o'tib olmaylik endi. Hisob. Bo'pti, zatinchi bo'pti. Takansa portlatish kerak. 2000 xizmat. Bor baraka, boshqa gap yo'q. Berganni betiga qarama deydi, shunaqa aytganda olinglar mana. Men aytib beraman bu degani aka. 3000 dollar bilan aka chiqarib degan. 3000. 4,5 ming 5 mingga chiqyapti, hozir 3 mingga chiqadi. 3 mingga chiqaveradi. Где-то bir 450 500 dan Tijentirani puliga chiqadigan qilib qo'ydi. Hozir salon holatini bitta ko'rsataylik. Qonunli tanlovgan ruxsatnomasi ham bor. Gap yo'q ekan mana. Bu tonirovkalar, 10 oylik tonirovka ruxsatnomalari, luklari ham yo'g'i bor ekan. 936. Ha, bu emas, oxirida bitta urib qo'ydim keldi, o'zimga o'zim. Avtogolga ham Bo'ldi. Next ma'lumiydi biri. Ashunga yarasha bu. Bunisini doim 11,5 ming dollarga qo'yayotgan 14-yil ekan, hozirgi 12 deb tanishtiryapti. 12 deb tanishtirayotgan ekanmiz. 14 ekan, hozirgi bu 14-yil. 14 ekanmi? 12 emas ekan. Endi buni 11 ming dollarga qilib bera olamiz endi. Bugun ko'pchilik so'radi efirda. Lekin buni bitta gap gapiraymi? Ayting. 10800 ga qo'yatuvdingiz. Men bitta gapiraymi? Bitta o'rayam 10,5 oxirida. mingga qilib bering shuni. Nima bo'pti 14 o'tsa? Baribir Malibu bir aka. Nima bo'pti? Nima bo'pti? 14 o'tsa. 14 ming dollar. 16 o'tdimi? 10.500 dollarga uni qo'ladigan bo'lsa akalar, avtogolda ham rosa kamdan ham Allohga guvohligida generalnisi ham bankchilar sotgan ichida. Ichida qilib berasiz. Aka, oxirgi nimangiz ekan? Generalnisi ham banklar sotgan ichida 10,5 mingga, onajonisiga ham 100 dollar o'tdi. Hisob berganga beradi deydi, berganga beradi. Ko'rsatinglar mana. 10200, 848 davlat raqamida. Davlat raqamini aytib telefon qilaverasizlar, luklari bor ekan. Ma'lumot ko'pchilik bugun efirda so'radi. Mana, yana so'ragan akamiz ko'rib turgan bo'lsa, narxi aytildi. Bir qator telefon ham qilaverasizlar. So'raganlar bo'lsa. Keling akam, ushlab turing endi. Bo'pti deydigan bo'lsa, birato'la barakani qilib yuboramiz syomkada, ayting. Qaysini? 10 Nexus bilan 10 baraka qilyapman, agar to'g'ri keladigan bo'lsa 10 Matiz'ni ham hozir. Birato'la xalq ichida. Birato'la, haligida bo'lib hamki, shunda kambag'al odam keladigan bo'lsa, sharoiti yo'q odam bo'ladigan bo'lsa, aytadigan bo'lsa, o qo'lingiz chiqib qolmasin, qo'lingiz. Yo'q, aka. To'g'ri aytyapti. Kambag'al odam bo'ladigan bo'lsa, Matiz'da demoqchiman. Matiz'da. Kambag'al odam bo'ladigan bo'lsa, shunda bekor yerga shunga foydalanadi. Oilasi gapirsa, to'g'rimi? Guvohlar qilmaydi, to'g'rimi kerak? Yo, noto'g'ri gapiribman. To'rttaroni olib kelsa ham. Hozir bekardan bekarga chiqarib ol, 200 dollar rasxod qilasan, 100 dollar generalligi, 100 dollar bankka desam, libo bitta arendaga mingandan ko'ra o'zingiz bo'lgani yaxshimi shu mashinani? Cho'g'ni qiziqida bosganda hozir. Endi mana promoda turganimizda aka, ancha bir kami 500 yutar. To'ppa. Ashlaka. Bo'l, 500 balandga olaman. Nima bo'ldi? Hatto Syomkani, unda ey, do'st, nima qilaylik? Baraka. Nima bo'lyapti? Bo'ldi. Naqdorlik 500 qimmatiga Keyin chiqarib ham beraveramiz. O'zi biladi. Yangi videoda qo'yib ketamiz. Xudo xolasa. Cheki o'yingiz. Akalar qo'ldan kelgancha hamma mashina bosonch to'lov, oylik to'lovi, qo'ldan kelgan narxini aytgan narxdan ham ko'rdinglar, tushirib talab tushirib yubordik. Kelsanglar chiroyli hisob kitob qilib, yana o'sha narxda qo'yib beradi. Xudo xolasa. Narximiz O'zgardi, haligi video bilan bemalol haligini hammaning cho'ntagida narxlari bor endi. Hech kim bekitib oladigan joyi yo'q. Hamma sanani ham eslab qo'yaylik. Fevral, martda ko'rib, bu narxda aytdingiz. U mashina qani, sotilib ketdimi? Aka yana bitta mana shu gapingizga qo'shib chiqib ketay. Mashinalar ulgurmayapti, sochaka. Sotilib ketyapti. Hozir ham mana har dolar ko'ryapsizlar. O'zim ham Prosta kelganda qo'ymayapsizlar deb kommentariy yozish ekaniga shu qo'yib qo'yapmiz mana. qo'yganimcha yangi mashinalarni ham olib kelyapti, hali qo'yish ulgurmasdan shunaqa savdo bo'lib, shunaqa bo'lib ketib qolyapti akalar.
lakasi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, baxt nasos Mana shu deydigan bo'lsa, lakasiga ko'pchilik tushunmay qolyapti. baxt nasos deydigan bo'lsa, любой joydan bo'lsa baxt nasos mana shu to'g'ri kelar ekan, baxt nasos akalar, baxt nasos. Undan tashqari yangi Andijon O'zbekiston shaharnimi qarang? Milliy Yevropa taomlari deb yozsa ham bo'laveradi. Andijon shahar deb kiraverib bor mana. Markazda bu yer qarang. Mana Andijon bu shaharda tomonlama Sharxondan kirib Baxtnasos keldi. Nimaligini ko'pchilik bilmaydi ekan aka. Mana u remenga uryapti mana. Mana remenga uryapti. Bu aeroportdan kelayotgan svetofor. Yo'para Sharxon. Mana yo'para Jahon bozori yo'li. Mana o'ng tomon 80 metr. 80 metrli deb qo'yamiz biz. Naqadimiz. Lekin mana tomonimiz aeroport. Ko'rko'cha bo'ladi. Ko'rko'cha svetoforga kelib, o'ngga shunday qarasanglar, bizni ko'rasizlar yangi O'zbekiston milliy va Yevro taomlari degan nashetda to'lqin ekan. Undan ham oson yo'li bor. Ekranda nomer chiqarib qo'yapti akalar. So'rasa operatorlar aytyapmiz. lakasiga tashlab beriladi. Kelaverasiz. Aytyapmiz. Telegram kanalimiz bor, Hamma tashlayapmiz. nomerlarimizni tagiga qo'yyapmiz. Instagramimizga podpiskalar bosib, To'lqinboy avto deganiga, Telegramlarimizga hamma ishlab turibdi. Hammasi biz anaqamiz emas, xalqni rozi qilish uchun, xursandchilikka, chiroyli qiynalib, bozorga chiqib meni berasizmi, bermaysizmi, men berammikin, bermay. Bizda hamma savdoni qilaveramiz. Bo'lmaydimi, aldanib qoldim, sotilib qoldim, otilib qoldim degan Bizda gap yo'q. $1 pulinglar ham kerak emas. Ustinglar ko'rib, roziman deb iloji 1-2 kun minib, keyin mashina menda qol desanglar, endi hujjatinglarni qilamiz. Qanaqa nima sizlar xohlasanglar shu xohlaganinglarni qilib beramiz. Nima dedingiz To'lqinboy? To'ppa to'g'ri. Hoji aka? Akalar telefon qilaverasizlar, akamiz gapiga qo'shilamiz, chunki hamma ma'lumotni berib bo'ldi o'zi. Undan tashqari qisqa qo'shib ketaman. Bozorda olsa ham 200-300 ming qonun yeb qo'yadi. Undan tashqari mashina olgan yoki sotgan inson telefon qilib notarga chaqirib, ko'ntaydan sanaydi. Sizlar shu $100 ko'ntagiga ham solib qo'yapti. Dokumentini ham qilib beryapti. Beryapman. Akalar shunaqa Biroq kelib yurib beradi xolos. Yurib bersanglar Hech nima bo'ldi. qilmaydi, yurib beradi. Hamma hujjatga akalar, shuncha kelin xizmat qiladigan To'lqin akaning ishchilari bor. Hamma yoqqa ulguymiz, xudo xolasa hammani rozi. Bir kunda 20 ta sotamizmi, 30 sotamizmi, hammani rozi qilib, xursand qilib, dokumentlarni qo'liga Qo'limizdan ushatib, tezroq chiqib ketgani hamma yo'q. chiroyli qilib, iloji bo'lsa uyga dastlabkalari bilan tashlab beramiz. O Onalar chet elda beryapti, yurgan dastlabki ham akalarimiz, beryapti. opalarimiz, misol onaxonlarimiz Kommentariylarga ham chiroyli qilib bo'lsa, yozib, portlat beringlar akalar. kommentariyaga yaxshini ham yozaveringlar, yomonini ham yozaveringlar. Yomonini yozsanglar xafa bo'lib ketmaymiz, yaxshisini yozsanglar xursand bo'lib ketmaymiz. Prosta xulosa olamiz o'zimizga. Like patskani to'xtatmaymiz, hammaga omad sog' bo'linglar akalar. Hammaga rahmat. Ertaga ko'rishguncha. Sizlarga ham rahmat, boringlarga shukr aka. Sağ olun.